Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, Penoblogdan qurilayotgan uyda ichki remontlarini ko'rsatib o'tamiz. Penoblogdan qurilgan uyni ko'rsating deganlar uchun maxsus video mana ichki remontlari aboy bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi katta xona remonti boshlandi aboy. Ustolar ishlayapti. Hamma narsasi bor. Rodban qilingan, shpaklovka qilingan, ustidan promoy aboy bo'lyapti. Shkaturga hech narsa kerak emas. Shkaturga qilsa bo'ladimi deganlar uchun. Patologlari bitgan. Bosoringlar Siroj. Raynalib kelaymi? 2025-yil 28-sentyabr holatida mana bu mehmonxonamiz deyarli 1 soatlik ish qolgan bitadi, keyin ertaga mana bu katta zalga tushiladi. Zal ham to'liq aboy bo'ladi. Banyaxona qursa bo'ladimi deganlar uchun mana banyalar qurilgan. Juda ko'pchilik penoblokdan qurilgan uyni ko'rsating deydi. Mana bu yerga polni instrumentlar bosilgan hozir penoblokdan qurilgan uyda obzor qilib o'tamiz. 10 ga 25 qilib 2,5 mingta penoblok bilan bitgan uyimiz. Bitta rodban shpaklovka bilan padmayak shkaturkada chiqib kelgan remontlari. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida do'stlar, sifatli penobloklarni yetkazib beryapmiz. Qashqadaryo Muborak tumanida. Yaqin 200-300 kilometr joygacha, undan uzoqga yetkazib berib bilganimiz yo'q. Penobloklarimiz joyidagi narxi 13 ming so'm, hozirgi kunda qurilgan tayyor bor, ko'rsatib o'tamiz hozir. Hozir ko'cha tomonidan bitta ko'rsatamiz penobloklarimizni. Bu penobloklarimiz Xitoy Hind parashogiga chiqyapti do'stlar. Hindiston parashoglarimiz suroglari 2027-yilgacha 1,2 million so'm joydagi narxi, Xitoy parashoglarimiz 1 million so'm joydagi narxi. Xitoy parashogini kiloga yetkazilamiz. Mana bu tomonda ham bor. Xitoy parashoglarimiz. Hozir ko'cha tomonidan bitta ko'rsatib o'tamizda, keyin penobloklarni ko'rsatamiz. Ichini remontini ko'rsatdik. Xitoy parashoylarini ko'rsatdik. Mana ko'cha tomonidan konditsionerlar qotirilgan. Penoblokdan qurilgan uyni ko'rsating deganlar uchun penoblokdan qurilgan uy juda zo'r holatda turibdi. Bu o'tgan yil qurilgan, shu yil usti yopilgan, yomg'ir, qor hammasini ko'rgan, tajribadan o'tib kelyapti. Yomg'irdan, qordan, suvdan qo'rqmaydi bizning penobloklarimiz. Hozir qurilgan tayyorlarni ko'rsatib o'taman. Bolalar bosilgan yuklarni ko'tarib turibdi, hech qanday muammosi yo'q. Kelib ko'rib zakaz qila olasizlar penobloklarni. Tumbalik, latoylik hammasidan bor. Mana bu tomonda qurilgan tayyor bor. Hovli tomonda 1000 ta g'ishimiz bor edi. Bu 1000 tani 500 tasi ketdi, 1000 tasi ham sotilgan. Qashqadaryo Qamash tumaniga yetkazib beramiz. Seshanba kuni 500 tasini yuboramiz. Kecha 500 tasini yuborgan edik. Ko'cha tomonda 2-3 ming qurilgan tayyordan bor. Sifatiga baho beramiz penobloklarimizni. O'ta qattiq zo'r holatda. Kimga mana shuni sifatli penobloklar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ekranga nomer chiqarib qo'yamiz. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab berayotgan penobloklarimiz. Tumbalik, latoylik hammasidan bor. Ko'cha tomonda zapas g'ishlarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana bu penobloklarimiz. Bu penobloklar sotilgan, mana bu tomonga yuklab kelingan. Mana bu tomondan boshlab seshanba kuni yuklanadi. Mana shunday qurilgan tayyordan bor. Penoblokdan uy quraman, sifatli qurilgan tayyor penoblok qidirayotganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimda-kim shu biznesga qiziqsa, penoblok apparatlarini ham yetkazib beryapmiz. Xullas, like'ni bosamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Penoblokdan uy qurib bo'lmaydi, remont ishlamaydi deganlar videoni tashlab qo'yamiz. Bir ko'rib olishsin.